Assalomu alaykum. Navbatdagi podkastimiz NYU Shanxayda Finance yo'nalishida o'qiydigan Shohruh bilan. Shohruh 2 yildan beri u yoqda o'qib keladi. Bugun Shohruh bilan NYU Shanxayni plyus va minuslari, Finance major o'zi kimga tushadi, kimga tushmaydi, bormoqchi bo'lgan bolalar qanaqa tayyorgarlik ko'rishi kerak, hammasi haqida juda ajoyib suhbat bo'ladi degan umiddaman. Shohruh, xush kelibsan. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Zo'r. Oldindan aytib o'taman, Shohruh mani o'quvchim bo'lgan bir paytlar. Hozir biz birga ishlaymiz. ISIS Tashkentda, shu uchun Shohruhga san deb murojaat qilaman. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Xo'p, Shohruh, nima uchun NYU Shanxay? Xo'p. O'zi hamma qatori biz ham application qilganmiz Brickton Institute'ga. NYU Shanxayga topshirganman, NYUga topshirganman. NYU Shanxayga topshirganman main kampusiga. Keyin Brickton Purdue Institute'ga topshirganman, yana Brickton America Institute'ga topshirganman. Ikki xil ushul majorda. Hammasida best option NYU Shanxay bo'lgancha NYU Shanxayga ketganman. Chunki NYU Shanxayda finance juda ham kuchli, ham financial tarafdan ham juda ham zo'r bo'lgan, mos kelgan. Men esimda bor, Aerospace Engineering bo'yicha top 10 talikda turadigan Purdue universitetiga ham kirgan eding. Ha. Unga qancha yetmagan edi bizga? Unga $40,000 scholarship olganman, lekin 40,000 yana to'lash kerak bo'lgani uchun. Yiliga 40,000. Agar o'sha yiliga 40,000 pul bo'lganda, hozir Shohruh finansist emas, injener bo'lib ketgan bo'lardi. Balkim bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Zo'r. Xo'p, Shohruh, ko'pchilikda qanaqadir stereotip bor. Shanxay bu China, made in China, ya'ni qanaqadir bo'lmaydigan arzon joy, arzon ta'lim, sifatsiz ta'lim. Sanda ham shunaqa bo'lgan boshda? Boshida NYU Shanxayga kirgan paytim endi ozroq miyamdan o'tgan. Miyam bir chekkasidan o'tgan. Lekin o'sha ozroq research qilganman, hali shoshmaganman, research qilganman. Qanaqa joy, nima bunaqa farqi bormi? Main kampusdan Abu Dabidan qanaqa farqi bor degandan keyin lokatsiyani o'zini o'rganganman. Shanxay o'zi qanaqa shahar, Xitoy o'zi qanaqa davlat degandan keyin butunlay o'zgartirilgan. 360 ga o'zgarib ketgan. Shanxay bu Xitoy bilan teng emas. Shanxay umuman boshqacha. Masalan, Shanxayga borib turib, Guangzhouga borsa odam umuman completely different joyga tushib qoladi. Xuddi shunaqa yana boshqa shaharlar ham bor. Xitoy, Shenzhen yoki Gonkong, xuddi shunaqa. Zo'r. Shanxayga o'sha borganingda nima senga eng hayratga qoldiradigan narsa? Shanxayga borsam oldin hech travel qilmaganman men. Birinchi travelim, endi Qozog'istonga chiqqanman. Shanxayga borganimda asosan skyscraperlar, juda ham baland binolar, kirsangiz o'sha ham baland bo'lgani uchun hayratda qoldirgan. Yana birinchi borganimdan eng qiyin narsa bo'lgan havosi. Shundan chiqqanman aeroportdan, nafas ololmaganman. Voy. O'zim yarimda tiqilib qolganda, havo dim qanaqadir. Nimaga? Yo'qda dengiz bor atrofida, shuning uchun ham namlik katta-da, to'yib nafas ola olmaysiz. Keyinchalik o'rganib ketasiz. Ha, tana moslashishiga ozgina vaqt ketadi. Shunaqa. Zo'r. Nimaga finance? Finance. O'zi boya aytganimdek, 2-3 ta majorim bo'lgan. Masalan, business bo'lgan, keyin aerospace engineering bo'lgan, keyin finance bo'lgan, economics bo'lgan, accountinglar bo'lgan. Endi accounting, finance bir-biriga yaqin. Businessni o'ylab qarasam, sal bullshit major deb ko'ringan ko'zimga. Shuning uchun business tanlamaganman. Aerospace engineeringga ketolmagan sababi o'sha financial tarafdan muammo bo'lgan. NYU Shanxayda aerospace engineering bo'lmagan. Electrical engineering bor edi, uncha qiziqmayman electrical engineering. Zo'r. Mana 2 yil o'qiding finance-da. Boshida qanaqadir senda tanlovlar ko'p bo'lgan, lekin 100% mana shu finance meniki deb emas, ko'proq qanaqadir tavakkal bilan tanlagansan. Qanaqa o'zi tanloving to'g'ri bo'lib chiqdimi? Tanlovim to'g'riligini qachon bilganman? 2-kursni 1-semestrda bilganman. Finance to'g'ri majorlik. Demak, mana shu sentyabrda bildim. Nimaga? Chunki bizda endi har xil kurslar bor. Endi u kurslarni olishimiz o'zimizga bog'liq. Masalan, finance elective'lar bor, major requirement'lar bor. Masalan, shu kurslarni olishimiz kerak. 4 ta 5 ta kurslarni olishimiz kerak. Corporate finance, foundational finance, economics of global business shular kurslarni olishimiz kerak. O'tgan semestr shu fall semester 2024 fall semestrda 2024 bo'ladi-ya. Foundational finance degan kurs olganman. O'sha finance haqida menga nima bo'ladi? Ko'zim ochgancha bo'ladi. Finance. Ya'ni finance o'zi nimaligini ikkinchi kursda tushungansan. Xuddi shunaqa. Endi shoshma shu yerda. Endi meni ham ko'zimni ochgin. Shu qatorda tomoshabinlarni ham ko'zini ochamiz. Qani nima ekan o'zi finance? Nima o'rganadi? O'zi shu birinchi kursda statistika o'rgandim. Qiziqdim. Accounting o'rgandim. Uncha qiziqmadim. Keyin mana shu keldim, fallda foundational finance oldim-ku. Game changer bo'ldi. Accounting
Bu faqatgina narsalarni yozib o'tirish. Hisob kitob Ha, qilib, transaction. kalkulyatsiya. Bo'ring, ha. Ha. Yangi narsalar yo'q. Finance asosan nima bo'ladi? Masalan, foundation finance o'rgangan narsalarning birinchi pulni qadri, masalan, time value of money. Bugungi dollaringiz ertangi $1 ga teng emasligi. Ha, bugungi $1, Ha. ertangi $1 ga teng emasligi. Teng emasligi. Birinchi boshlanishi bu hali. Keyin har xil obligatsiyalarni, aksiyalarni qanaqa value qilishni, undan keyin optionlarni, derivative marketlarni hammasini o'rganganman. O'rgansam, men o'ylardim finance faqat accounting deb o'ylardim shu paytgacha. Accountingdan iborat, shu finance o'qiyman, accounting yozamanmi deb o'ylardim. Keyin borib qarasam, finance shunaqangi broad ekan. Qaysi subtopic deymiz, qaysi subtopicdan ketish tushunmay qoldim. Fixed incomedan ketsam bo'ladi, ya'ni obligatsiyalar bilan ishlash, obligatsiyalarni qanaqa price qilish. Aksiyalarni equity valuationdan ketsam bo'ladi. Ularni yoki option pricing strategiyalar. O'shandan ketsam bo'ladi derivative marketga. Tushunmay qoldim. Hozir ham o'zi qiynalaman nima tanlashga. Bundan oldingi semestr ham corporate finance oldim. Corporate finance asosan valuation, decision makingga fokus qiladi. Bu ham juda ham qiziq ekan. Xuddi shu vaqtda o'zida ikkita more quantitative based finance oldim. Ya'ni MESga aniq qilingan MES heavyroq finance kurslar oldim. Portfolio management bilan deb instruments. Ularga men ko'proq shoshma. Endi hozir men aytgan narsangni o'zbekchasiga ham tushuntirib ber. Nima? Xo'p, corporate finance da bu o'sha oddiy corporate kompaniyalarni qanaqa qilib financial decision qilishi. Oldida qanaqa kompaniyalarni qanaqa qilib moliyaviy qarorlar qabul qilishi. Masalan, aytaylik, menda $100,000 bor. Buni qaysi tarafga tikaman? IT-gami, marketinggami, yoki bo'lmasam yangi bino sotib olamanmi? Xuddi shunaqa. Zo'r. Company sizda masalan publicga chiqqan bo'lsa, dividend chiqarishingiz mumkin. Yoki research and developmentga pul tiqishingiz mumkin. Yoki ikkita projekt turibdi, qaysi ko'proq foydaliroq? O'shanaqa decision qilasiz. Demak, meni tushunishim bo'yicha accounting, ya'ni buxgalteriya bu hisob kitob qilib berib, qayerda qancha resurs borligini hisoblab yursa, finansist o'sha resurslarni qanaqa qilib investitsiya qilish, qaysi tarafga yo'naltirishni qaror qiladi. Xuddi shunaqa. Zo'r. Rostdan ham, masalan, accountingdan ko'ra finance ancha qiziqarli ishga o'xshab tuyulyapti menga. Endi bu faqat corporate finance-da. Endi portfolio management, deb instruments and markets degan klass ham bor. Portfolio management. Bu nima? Portfolio management bu endi investor bo'lsangiz, masalan, siz aytadi-ku, hamma pulingni bitta cho'ntakka tiqma deb. Xuddi shunaqa narsa. Investor bo'lganingizdan keyin borib faqat Tesla'ning aksiyasini olmaysiz-ku siz. To'g'ri. $100,000 bor, faqat Tesla'ning aksiyasini olmaysiz. Har xil aksiyaga tiqishingiz kerak. Undan sabab riskni kamaytirish va profitni oshirish, maksimize qilish. Portfolio managementdan maqsadim shu. Bir vaqtda o'zida riskni kamaytirib, bizada ya'ni returnni, excess returnni oshirish. Zo'r. Hozir zo'r narsa aytding. Riskni kamaytirib, profitni oshirish. O'zi o'rtacha investorlar uchun yiliga qancha return protsent yaxshi hisoblanadi international marketda? International marketda xo'p, o'zi marketni beat qilish degan narsa bor. Marketni beat qilsangiz, siz yaxshi investorsiz. Market bilan bir xil strategiya qilsangiz ham average investorsiz bo'ladi. Marketni har yili qancha o'sishiga qarab belgilanadi. Shunaqa. Masalan, bu o'sishni raqamni qayerdan kuzatsak bo'ladi? Aytaylik, 2024-yilda necha foiz bo'lgan? To'g'ri. Xo'p, marketni o'zi follow qilish juda ham qiyin. Masalan, necha mingta aksiyalar bor, to'g'rimi? Shuning uchun biz faqat benchmark olamiz. Benchmarkni S&P 500 qilib olamiz. S&P 500 bu Amerikan top 500 kompaniyalarini birlashtirilgan indeksi. Xuddi shunaqa. O'shani foizi bilan o'lchaymiz. Davayte mana hozir ko'ramiz. 2024-yilda S&P 500 qanaqa growth qildi? S&P 500 on average o'zi 10% qiladi. Growth in 2024. Lekin qaysi yilda decline, ya'ni kamayish ham bo'ladi. 20% o'sgan. 2024-yilda 20%. Shunaqa. 20% bo'lgan ekan. Demak, yaxshi investor, yaxshi portfolio management qilgan paytda o'sha yiliga 20% oshishi kerak. Uni sababi nima desangiz, chunki hamma oddiy investor, masalan, puli bor odam
finansi nol bo'lgan odam ham borib turib S&P 500 ga tiqsa hozir 20% olgan bo'lardi. Ha. Shuning uchun bu average investorning returni deb hisoblanadi. Ha. Shunaqa. Demak, investorlar borib o'sha portfolio manage qiladigan qanaqadir finansistga pul berishi uchun u xatya S&P 500 dan ko'proq ishlayverishi kerak. Xuddi shunaqa. Bo'lmasa unga berishdan ma'no yo'q. Xuddi shunaqa. O'sha. Zo'r. Endi bizada hozir Toshkentda ham juda kuchli finansistlar ko'payib ketgan. Chiqib qanaqadir chotki mashinalarda storylar qo'yib, trading degan bir narsa kursdan sotyapti. Sen masalan endi finansni konkretni ilmiy o'rganayotgan odam sifatida bunga qanaqa qaraysan? Mana forex, trading balobatlar degan narsalar. Menda o'zimda prinsiplarim bor. Ya'ni har doim ko'z qilgan odam Instagramda bir yaxshi natijasi yo'q deb hisoblayman. Shu tradingda unaqa qilib o'tirgan odam unga kurs sotib, unaqa qilib foyda kerak emas-da o'zi unga, to'g'risi. Aytadigan bo'lsa. Agar prosta knowledge share qilmoqchi bo'lsam, pul nima qiladi o'zi pulni? Prosta share qiladi, shogird olar bir ikkita, lekin Instagramga qo'yib, masalan, mana mashinam bor yoki unaqa bor. Kurs narxini yana falon dollarlar qilib qo'yib. $5000 unaqa bo'lmaydi. Xo'p, endi qara. O'zi konkretniy akademikasiga olib qaraganda kuchli o'sha masalan professorlar bor, sizlarning universitetda Nobelni yutgan olimlar bor-da. O'zi realniymi foreksdan pul ishlash? Forex bu currencylar bilan ishlash, to'g'rimi? Da. Forex currencylar bilan ishlash bu to'g'risini aytaman, bitta gap bilan aytaman. O'zi finance gambling. Gambling. Gambling qimor. Finance bu qimor demoqchi. Chunki u narsani siz 100% accuracy bilan hech qachon predict qila olmaysiz. Lekin predictioningizni maximize qilsangiz bo'ladi. Forexdagilar u gamblingni true definitioni. Buni o'zbekchasiga. Bu qimorni haqiqiy o'zi. G'irt o'zi. Shunaqa desam bo'ladi. Undan randomdan o'sadi. Men o'sha qilsa bo'ladi. Uning uchun bir PhD'si bor, bir yaxshi texnika analiz qiladigan odam bo'lish kerak-da. Bunaqa qilib, bundoq qarab turib, ana grafiklarga bundoq liniyalar qilib, golova и плечо bir narsa. Uning uchun makroekonomikani yaxshi bilish kerak birinchidan. Currencylarni bir-biriga bog'liqligi, currencyning typelarini o'rganish kerak. Dalada nima bo'layotganini o'rganib, fundamental analiz, technical analiz qilgandan keyin qarasa bo'ladi bunga. Hozir endi masalan men o'zim 2018-yili hali forex degan narsa O'zbekistonda yo'q edi. Birinchilardan bo'lib shu forex O'zbekistonga kirib kelgan paytda 1,5 yil umrimni sarflaganman. 1,5 yil. Birinchi boshida kurs sotib olganman. Kursdan hech qanaqa foyda bo'lmagan, lekin odam mana o g'urur bo'ladi-yu. G'urur yo'l qo'ymagan, shu uydagilarga borib, "Men yeb qo'ydim, o'rgana olmadim" deyishga, dalshi yana o'zim research qilib, kitoblari qolmagan, video kurslari qolmagan, hammasini o'rganganman. 1,5 yil, даже men masalan monthly 400% growthgacha chiqqanman. Lekin nimaga u narsa bo'layotganini bilmayman. Doimiy stress keyin shoshmachi buni bir akademiyadan, ya'ni olimlardan bir o'rganaychi deganman. Sergey Guriev, taniysan, to'g'rimi? Butun dunyoda shu top 10 taga kiradigan professorni Astanaga, Nazarboyev universitetiga kelgan suhbatida bitta talaba turib savol berdi. Forexda pul ishlasa bo'ladimi degan. Guriev shunday qaraganda, ha bo'ladi, agar sen qaysidir mamlakatning markaziy bankining raisi bo'lsang deganda, shu bilan tugaganda savollar javobi. Keyin men tushundim. Nega unaqa deyapti bu desam agar, chunki markaziy bankda o'sha davlatning g'aznasi bo'ladi-yu, shunaqa. O'shani juda katta milliard, aytaylik mana $50 milliard olib turib, USD yevro marketiga yarim soatga kiritib olsa ham, o'zi xohlagan ozgina punktlarga yurgizgan evaziga juda katta summa ishlab oladi. Shunaqa. Lekin hozir bolalar qanaqadir $200, $100,000 bo'lmaydimi? U juda katta gigant marketda bilinmaydi. Ya'ni o'zini puli marketda o'zi xohlagan tarafga yurgiza olmagandan keyin prosta xuddi sen aytganga o'xshab true gambling. Adin expertga pul tikkan bilan hozirgi forexga pul tikayotganlarning katta farqi yo'q deb o'ylayman. Chunki prosta grafiklarga qarab, sal endi aqlliroqlari hissiyotlarni boshqarish uchun stop loss qo'yadi, bir narsa qiladi, lekin ularni yillik growth'i S&P 500 ni bit qilmaydi. S&P 500 bit qilmaydi. Yiliga 5% yaxshi deb yurgan juda katta treyderlarni o'zim ko'rganman. Demak, xulosa o'rnida aytaman, ota-onalar bo'lsa, ota-onalarga ham, yoshlarga ham unaqa forex degan narsalarga ishonmanglar. Rostakamiga shu narsaga qiziqsanglar, ilmiy tarafdan yondashinglar, finance borib o'sha yaxshi
universitetlarda, yaxshi oliygohlarda o'qib, o'rganib, ichiga kirib borsanglar, o'zi Forexdan ko'nglingiz qolib ketib, undan 1000 marta qiziqarliroq kasblarni topib olasizlar. Masalan, hozir portfolio management deding, bu juda qiziq narsa. Masalan, tasavvur qiling, $100,000 pulim bor, men uni qaysidir kompaniyalarni aksiyalariga bo'lib tikishim kerak. U kompaniyalarni oldingi yillarda qilgan revenuelari, profitlari, qanaqa joylarga hozir R&D department investitsiya qilayotganlarni analiz qilib turib, asosli tarzda pul tikish. Mana bu zo'r qiziq narsa. Realniy pul ishlash. Mana bunaqa yo'nalishlarga ketishni men ham tarafdoriman. Zo'r. Shohrux, universitetda bo'lgan qiziq voqealardan. Universitetda endi qaysi biridan boshlayman? Masalan, aytib beraver, farqi yo'q. Biza prosta mana hozir quruq bo'lib qolmasin suhbatimiz. Ko'zimiz oldiga kelsa, Shanxay haqida, NYU Shanxay kampusida haqida tasavvurimiz paydo bo'lsa. Endi aktiv memoryda qolmasligi mumkin-da ko'p narsalar. Lekin o'tirganda bolalar bilan shu chiqib keladi. Shanxayga borganmiz biz ham. Boshida endi yosh bolasiz, hamma o'zbeklar, 6 ta o'zbek borganmiz. O'zbeklar. Kampusda baqirib hamma yurardi. Shu nima bo'lsa O'zbeklar. Meksika legenda. Shunaqa. Nima bo'lsa O'zbeklar. Kampusda kim bo'lsa O'zbeklar. O'zbek power. Do'stlar yozga dardi O'zbeklar bir xil bolalar shunaqa qilardi. Lekin maksimalli harakat qilganmiz. O'zbeklarni yo'da hurmatini ko'proq balandroq ushlashga. Reputatsiyasini balandroq ushlashga harakat qilgan. Bu yil уже effekti bo'ldi. Men to'g'risi shokdaman. O'tgan yili esingda bo'lsa, NYU eng katta bergan scholarshipni necha foiz berdi? O'tgan yili eng kattasi 54 mingmi beruvdi. Bu yil full tuition'ni yopib, yana qanaqadir qo'shimchasigacha berib oldi. Shunaqa 74 ming olganlarni ham eshitdim. Zo'r, вообще zo'r, chotki. Bu yil nechta o'zbek kutyapsizlar Shanxayda? Bu yil 20 tami adashmasam depozit qildi o'zi. Depozit qildi. Men ham bolalar bilan gaplashdim. Hoji Akbar boradi yaqinda. Hoji Akbar bilan kecha gaplashuvdim. 30 ta bola bormiz dedi gruppada. Nechtasi depozit qilgan bilmayman dedi. Agar 20 tasi depozit qilgan bo'lsa, demak kamida 20 ta odam уже bor. Bu zo'r natija. O'zi kampusda qanaqa international studentlar ishiyos? Qaysi davlatlar qanaqa? Yaxshi. University ko'p kampusda, hozir birinchi o'rinda eng ko'p aholi o'sha studentlar soni bo'yicha Xitoy 50%. 50% xitoyliklar. Tabiiy, endi o'zini davlati. Shunaqa. Atalab limit qo'yib qo'yilgan universitetni ushlash uchun 50% dan ko'p bo'lib ketmasligi kerak. Xitoylar 50 dan oshmaydi. Oshmaydi, shunaqa. Zo'r, yaxshi. Ikkinchi o'rinda eng ko'pi Amerika turadi. 34 midi. Demak universitetda xitoyliklardan keyingi o'rinda amerikaliklar turadi. Shunaqa. Zo'r, вообще zo'r. Latin Amerika, bu yoqda Asia ketadi. Hamma davlat, Qozog'istonliklar, Mongollar, bilmaydigan davlatlarim ham bor ekan yo'qda qanaqadir. Qozog'iston qo'shnilarimiz, bratlar. Qanaqa ular? Nechta soni foizi? Ular juda ko'p, lekin bir qozoqlar ko'p. 30 tami 40 ta qozoqlar bor adashmasam. 30 ta 40 ta qozoqlar bor. O'zbeklar nechta hozir kampusda o'zi? 13 ta. 13 ta. Zo'r. Demak, qozoqlar bizdan ancha oldin bu narsani tushunib yetgan, ta'lim investitsiya qilish kerak, yaxshi universitetlarni topib harakatda boshlagan. Nasib qilsa biz ham o'sha qo'shnilarimizdan orqada qolmasdan bosamiz, to'g'rimi? Bu yil 20 ta o'zbek boradigan bo'lsa, keyingi yilga ana endi sizlar katta kurs bo'lasizlar, yana ham podдержка qilsanglar, balki bu yil 50 ta uzatamiz. Zo'r. Endi 3-kursga planlar qanaqa? 3-kursga xudo xolasa Nyu-Yorkka ketamiz. O'sha vizalarni oldik, xabarsani tayyorladik. Steringga ketamiz. Hozirroq endi excitement bor, chunki excitement qachon paydo bo'ldi? Amerikadan keyin ham emas, Steringga borishimni ham eshitgandan keyin ham emas. Steringni true definition tushungandan keyin paydo bo'ldi. Qani nima ekan Ster? Shuni kurs registratsiya bizda juda vaqtli ochiladi. Mana shu ketayotgan fallga kurs registratsiya adashmasam aprelning oxirida ochilgan. Sentyabrda boshlanadigan kurs uchun aprelda qabul boshlandi. Aprel 3 bo'lsa, sentyabr 9, 6 oy. Bechara o'zimiz mahalliy universitetda o'qiyotganlar yig'lagisi kelyapti-da. Короче, sentyabr boshlanadi, oktyabrgacha даже dars jadvalini bilmaydi. Soat nechida kirishi hali fanlar u yoqda tursin, ertalab o'qiydi, obeddan keyin o'qishni ham bilmaydi. Bizda shu vaqt beriladi. Chunki bolalar ozroq research qiladi.
kursni vaqtini o'ziga o'zi schedule qiladi-da, o'ziga qulay vaqtini tanlaydi. Kimdir morning person, ertalab 8 da dars oladi. Kimdir morning emas, obedda dars oladi. Professorlarni tanlaydi, o'zi xohlagan professor tanlaysiz, o'shanaqa qiladi. Endi o'sha Sternni kursini ochdim, ko'zim yondi. Shunaqa kurs ko'p, endi shunaqa zo'r kurslar bor-da, qiziq kurslar bor. Qiziq kurslar ham professorlar ochaman. Industry experience borda hamma professorda. Ha, praktiklar. Practical. Qamal chiqqani ham bor. Finance orqasidan tax evasion qilib turib qamal chiqqanlari ham bor orasida. Qamalib chiqqanlar ham Qamal bor. chiqqani ham bor. Shunaqasi bor. Zo'r, qiziq. Qanchalik kuchli finansist qamalga ketgan o'zi. O'zi cho'qqisiga chiqqan. Shunaqa. Zo'r Shohrux. Demak, 3-kursi Wall Streetda Sternda o'qiymiz. Xuddi shunaqa. Zo'r. Nima planda? Plan, xudo xohlasa o'sha Sternga borib, o'zimga yoqqan kurslarni olish, undan keyin internship opportunity bo'lsa, internship ham qilish. Chunki Wall Street bilasiz, financial hardda, finance eng cho'qqisiga chiqqan joyi. Chunki u yerda hamma investitsion banklar bor, hamma New York Stock Exchange bor, eng katta stock exchangelardan bittasi. U yerda kuniga оборот примерно $19 milliard bo'ladi. Kuniga $19 milliard. O'zbekiston GDP'si qancha? $105 milliard. Bir haftada 70, 42, 112. Почти bir haftalik oboroti bir kunda bo'ladi. Shunaqa. Bir haftada 1 yillik oborot qilib qo'yadi Wall Street. Zo'r. Endi internship hozir ko'p olgan kurslarim mani buy side'ga anaqa fokus, ya'ni finance ikkita narsa bor, buy side, sell side bor. Buy side'da ko'proq olasiz. Aksiya, obligatsiya, nima financial instrument bo'lsa olasiz. Sell side'da o'sha hamma biladigan Wall Street, Wolf of Wall Street, Wall Street'ni anaqasi nima bo'ladi? Replicate, nimadir? Qonuniy varianti. Ya'ni ko'proq sotishga harakat qilasiz u yoqda. Ya'ni sizda qo'lingizda aksiyalar bo'ladi, kompaniyalar keladi, mana aksiyamni sotib ber, menga pul kerak deydi. Siz o'sha o'rtada turib, investorlarga sotishingiz kerak. Shunaqa. Zo'r. Nima kurslar o'qiyapsan? Sternda hali tanlab, ya'ni endi 5 ta yo 6 ta tanlab qo'yganim bor, lekin ularni hammasini olamanmi, yo'qmi bilmadim. Eng qizig'i, bitta kurs olmoqchi edim, enroll qila olmadim. U juda zo'r kurs edi. 2 semestrlik kurs, real practical kurs. Nimaga unaqa desangiz, u yoqqa prosta enroll bosib enroll qilamiz. Bizda o'zi hamma kursga enroll bosib enroll qilasiz. U yoqda 250 wordli essay yozish kerak, rezyume jo'natish kerak, professor bilan gaplashish kerak. U kursga kirish uchun. Endi nimaligini aytaman. Chunki u kurs hedge fundni qanaqa manage qilish, xuddi shunaqa narsa. Hedge fund aytib o'taman, hedge fund bu masalan boya aytdik-ku, marketni bet qilishga harakat qiladigan narsa. O'shanaqa narsa hedge fund. Ya'ni atrofdagi ko'p investorlarning hammasini pulini yig'ib, umumiy birlashtirib, qanaqadir joylarga aksiya qiladi. U mutual fund. Ya'ni investorlardan mutualda, investorlardan oladida, keyin investor oladi. Hedge fund bu siznikini qiladi. Faqat bir kishiniki. O'zingizga qilib beradi-da. Men katta milliarderman, masalan, millionerman, $20 million pulim bor. Shunaqa. Shundan hedge fund qilib, uni boshqa joylarga tikib beradi. Hedge qiladi, ya'ni ular har xil strategiyalar bilan, qiyin strategiyalar bilan marketni bet qilishga harakat qilaveradi. Xuddi shunaqa narsa $3 million bor. O'sha kursda $3 million bor, student management fund. Studentlarga beriladi $3 million. O'shani investitsiya qilishingiz kerak. Shuning uchun ham hammani ham olavermaydi unga. Unlimited joy. O'shanga ulgurmadim, endi hozir boshqa kurslar bor. Borib tanish-bilish qilib kirib bo'lmaydimi bu yoqqa? Endi ko'ramiz endi. Networking qilib. O'zbekchilik qilib ko'ramiz. Why not? Men masalan 100% ishonaman. U yoqda ham baribir bundoq qarab turib odamga o'sha o'ziga bo'lgan duxni ko'rsa, potensialni ko'rsa, qanaqadir qonunlarni buzib bo'lsa ham davay kirgin kursga deb tortishsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi shu gapingizga qo'shimcha, men yoqadigan narsa institutimizda, masalan, ko'proq endi finance kursini olishga qiziqaman, olaman dedim-ku. Ya'ni bizda limit yo'q. Agar siz o'zingiz masalan fikrlashingiz, dunyoqarashingiz boshqacha bo'lib turib, faqat rullarni follow qiladigan odam bo'lmasangiz, hamma narsaning iloji bor. Ya'ni bu narsa nima? 4 ta kurs olishingiz mumkin. Ya'ni 5-kurs bor, finansga yomon qiziqaman, to'g'rimi? To'g'ri, masalan, Albert degan narsadan enroll qilamiz.
o'zi masalan men kredit uchun o'qimayman. Baho uchun o'qimaysiz. Просто o'zim qiziqqanim uchun o'qiyman. O'zim qiziqqanim va refleksiyam bu bahoyim. Ha. Qanchalik qiziqqanim. Endi boraman-da professorga. Xuddi shunaqa narsani qilib boraman. Volatility model, ya'ni riskni modellashtirish. O'sha Aha. yomon qiziqdim. Bordim professorga, professor, men sizga enroll qila olmadim, ofitsialniy klassingizda. Ma'lum darsingizda o'tiraman, menga resurslarni tashkil bersangiz, bo'ldi, bemalol o'tirib. Va. LMSga qo'shib qo'yadi shundoq. Hamma narsani resursini ishlatasiz, bolalar bilan birga narsani qilasiz, kod yozasiz, hammasini. Oxirida kreditdan berib yuboradi. kredit, endi kredit bermaydi, lekin kredit shart emas, to'g'risi. Ha. O'rgansam bo'ldi dedi man. O'rgansam bo'ldi. O'rgansang bo'ldi. Lekin maza qilib o'rganding, o'qiding. Kursga kirdim, birinchi dars impression zo'r, qiziqish bo'ldi, boshish kerak. Zo'r. To'g'risi, mani orzuyimda unaqa talabalik. Men ham masalan o'zim o'qigan kurs, o'zim xohlagan kursda haqiqatda zo'r praktik bo'lgan professordan borib o'qish, rostdan ham bahoga umuman ishing bo'lmasdan qiziqib, maza qilib o'qish, bu men o'ylayman, вообще baxt-da, to'g'risi. Talabalik bosqichida odam uchun eng katta baxtlardan bittasi bo'lsa kerak. Zo'r. Endi Sternda u kurs yo'q, ulgurmading enroll qilishga. Nima kurslarga enroll qilyapmiz hozir? Xo'p, yana hedge fund, alternative investing, distress investing, ya'ni hedge fundlar qanaqa moneyni manage qilsa o'shanaqa o'rgatadi. Praktiko. Enroll qilayotgan kurslar ham hammasi praktiko. Ya'ni pul bor, pulni qanaqa qilib manage qilishni o'rgatadi. Zo'r. Yana bittasi investing with Python. Investing with Python. Kod yozib investitsiya qilasiz. Ha. Xuddi tradingda agentlar botlar yaratadi-yu, shunga o'xshagan narsa, modellar yaratadi. Yana finance quantitative finance, quantlar degan seksioni bor, sektori bor. U yoqda nol emotion, nol external factor, faqat mathematical modeling va coding bilan investing qilinadi. Long termda ular zo'r, chunki ular nima? Past dataga qarab turib, mana shu har xil matematik modellarni analiz qilib, kod yozib, o'shani execute qilib turib, pul topadi. Siz masalan unaqa narsa emasda, prosta borib turib, kompaniyani analiz qilib turib, CEOsi kim, managementda kimlar bor deb qilsangiz, baribir uni bankruptcy bo'lish yoki nimadir bo'lish shansi bor. To'g'rimi? Siz uni masalan qo'lingiz bilan ko'rmayapsiz. Financial data statementlarni ko'rasiz, lekin odam ko'zi bilan ko'rgan. Erinadi baribir. Odam ko'proq bundoq qarab turib o'ziga oson, men odam tanlashni zo'r do'ndirib qo'yaman deydi. Xuddi shunaqa odamlarga qarab tikaveradi. Shunaqa. Faktorlar bor, masalan, statementda hamma kompaniya yashiradi qanaqadir narsasini. Shuni o'tib ketib qolish mumkin. Lekin mathematical modelingda aytadi, biza zo'r 20% return qilishga ishonsak ham deydi. Temaymiz deydi. Pythonda yozgan kodimizga temaymiz deydi. Hech qachon emotsiyaga berilmaymiz. Xoh pozitiv, xoh negativ, hech qaysiga temaymiz. O'sha hammasi mathematical modelingda bo'ladi. Statementda bekitgan narsalar ham ochilib qoladi. Emotionless decision making. Shunaqa. Umuman emotsiyalarga tayanmagan qaror qabul qilish. Shunaqa ekan. Shunaqa. Zo'r. Ham zo'r. Ularni oyligi hozir menimcha financial sektorda eng kattalardan bittasi. Yo'q-e. Entryga o'zi ko'rganman. Shuni randomda ochib qaragandim, $500,000 yiliga. $500,000 yiliga. Kirish, ya'ni entry level. Entry level. Как, junior deydi-yu dasturchilarda. Institut bitirib shunaqa. Magistr bitirib yo institut bitirib shunaqa. Burganimi o'zi kirsa bo'ladimi yo prosta? Endi uning uchun mana qarang, u yoqqa kimlarni oladi desangiz, random masalan, kimdir kommunikatsiyani zo'r, to'g'rimi? Boyagidek saytga keladi. Unaqa odamlar olmaydi. Masalan, oddiy даже finance-ni bitirganlarni ham olish qiyin yoqqa. U yoqda faqat matematika majorlarni yoki science majorlarni o'shalarni bitirgan oladi yoki matematika olimpiadada yutganlarni, birinchi o'rinda yutganlarni. Endi top kompaniyaga kirmoqchi bo'lsangiz, Jane Street odamlar top o'sha quant fund. O'shanaqa kompaniyalar .7 kompaniyalarga kirmoqchi bo'lsangiz bu ularga shunaqa. Zo'r. Demak, hozir sani gaplaringdan menga bitta xulosa kelyapti. O'zi finance-ni ham asosi matematika bo'lib chiqyapti-da. Xuddi shunaqa. Demak, biz o'sha zo'r finansist bo'lish uchun matematikani maksimalni chuqur o'rganishimiz kerak ekan. O'sha qiziq narsa institutga borgan paytim qaroqman xitoyliklar nima majorsan, o'zim juda qiziqaman.
Ya'ni bolalarda ham dars birinchi yangi guruh ochilsa, birinchi majburiy, ismi ham qiziqmas. Birinchi bilishi kerak bo'lgan narsa major nima? Major nima? Chunki qiziqaman. Future planlari qanaqa, nima qiladi? Hammasi qanday ekon, u yoqqa deydi. Keyin bolalarni so'rayman. Boshqa majorni bilmaganligi uchun ekonni oldingmi? Nomini bilmaganligi uchun yoki qiziqib oldingmi? Bir xilla o'sha hamma miyasi qolib ketgan ekonomika, finance, business hammasi bir xil hammaga. Ularga keyin tushuntirib beraman bolalarga. Mana institutga borganda shunaqa bo'lgan. Masalan, finance qarormi? Hamma finance qiladi, bu yoq qotdi, international ko'p finance qiladi-da. Xitoyga bundan qarasam, majordan so'rasam, matematika, ikkita xonadoshman, matematika. Matematika, data science, matematika, data science, matematika, data science, matematika o'rgatib. Nimaga unaqa desam, hammasi kuladi menga. Deyman, nimaga kulasan desam, finance core foundation matematika deydi-ku. Finance core matematika deydi. Shunda bildim, Xitoyning education sistemi juda ham yaxshi rivojlangan ekan. Core ga chop kiradi hamma narsani. Core ga chop kiradi. Masalan, ularda matematika maktabda nima o'tasizlar desam, derivativdan yomon o'tmaydi. Biz integralni ham qo'shib o'tadi-yu. Lekin aytadi, derivativni juda ham chuqur o'rganadi ular. Derivativgacha bo'lgan narsani shunaqangi applicable qilib. Derivativ o'zbekchada hosila? Hosilani. Zo'r o'rganadi, lekin undan buyog'i yo'l o'rganmaydi. Chunki aytaman, kalkulus qarorma xonadoshim o'qimayapti. Xitoy kalkulus ekzameniga o'qimayapti, tanlamayapti. Birinchi midterm o'tdi, ikkinchi midterm o'tdi, tanlamayapti. Kiradi, 100 olib chiqadi. Keyin bundan qarasam, final examga tayyorlanadi. Shunchasi tayyorlamadi. Final nima tayyorlansa desam, o'tirmagan mavzular bor deydi. Men o'tmagansan desam, integral o'tmagan ekan bular. Endi o'sha finance qaytadigan bo'lsa, shuning uchun ham ularni ko'rib turib, men ham maynerimni mes qildim. Demak, senda asosiy yo'nalishing finans tanlagansan, qo'shimcha yo'nalishing matematika. Shunaqa. Matematika bilan data science orasida turdim va matematikani tanladim, chunki data science-ni o'zim ham qiziqib o'rgansam bo'larkan deb. IT da backgrounding bo'lgani uchun. Shunaqa. O'zim ham Xorazmda o'qiyapman, IT da backgroundim bor. Data science kurslarini ham olib ko'rdim, business analytics juda yoqdi shu kurs. U ham shu numberlar haqida fikrimni o'zgartirib yubordi. Number juda ham importantligini, ko'z bilan ko'ra olmagan narsalarni number bilan ko'rsa bo'lishini, probabilitylar hammasini, data analysis hammasi. Zo'r. Hozir sen gapiryapsan, men xayolimda o'sha sturnda o'qib ketdim-da. Zo'r, cho'tki. Yana nima? Yana oladigan kurslarimni benefitini shu nimagadir shu o'qib olgandan keyin zo'r tushunaman-da. Masalan, linear algebra olaman, yoqadi linear algebra, professor zo'r. Cho'tki o'qiyman. Hamma professorlar yo'da shunaqangi zo'r o'tadi, office hoursga chiqasizda, har kun office hoursga chiqib gaplashasiz kerak. Office hours degani ustoz bilan birga bir o'tirib gaplashib, savollar so'rab olsa bo'ladi. U yoqdan darsdan, akademik tarafdan personalga ham o'tib ketib qoladi. Har narsasiga o'tib ketib qoladi. O'sha gaplashamiz, qiziqarli narsalar. Professorlar zo'r. O'zi o'sha linear algebradan professorim yaponiyalik. Keyin linear algebrada o'rganganmiz, professorlarim aytardi, har ekzamenni bitta proof qilish qo'shardi. Bitta proof qilish masalasini qo'shardi. O'shanda har doim qiynalganman. O'sha misol, nimaga qo'shasiz desam, proof qilish miya ochadi deyapti. O'zi linear algebrani kerakligini men qachon tushundim? Practical kurs olganim. Practical kurs business analytics oldim. O'rganolmay. Business analyticsda oxiriga kelganda datada PCA degan narsa bor. PCA bu nima? Siz masalan nimadir data analysis qilganingizda ko'pgina faktorlar olasiz, to'g'rimi? Lekin hammasi ham useful emas bular. To'g'rimi? 10 ta faktor from boshida anaqa skelet turib 10 ta faktor olasiz, undan 3 tasi foydali bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 3 tasi foydali bo'lishi mumkin. O'shani foydaliligini topish PCA bilan qilinadi. PCA bu linear algebra ekan. Matrisalar bilan ishlash. Matrisani linear independenceligini topish. Ya'ni o'sha 3 ta faktor bilan qolgan faktorlarni ifodalana olammi, yo'qmi? Ifodalana olsam, demak, mana shu 3 tani yetadi. Ifodalana olmasam, yana bitta qo'shishim kerak. O'shada men ham portlaganda. Nima uchun matematika o'zi finansga kerakligini o'sha yerda tushungansan. O'sha yerda tushunganman. Hozir shuning uchun ham, ya'ni ko'proq matematika kurslar olmoqchiman. Multivariable calculus, problem solving in data analysis. Uzun. SAT o'tib ketib qoldi. Probability and statisticsga ko'proq olmoqchiman. Ya'ni o'shanaqa bitta mathematical finance degan kurs bor.
O'sha ham yomon qiziqdim. Yana bitta eng qiyin kurs bor bizada. O'zi challenge qilish yoqadi. Challenge qilib turib qiyin kurslarni o'zimni push limitim qilish yoqadi menga. O'sha qiyin kurslarni olaveraman. Stochastic modeling degan narsa bor. Qaytadan. Stochastic modeling. Stochastic modeling, Ya'ni o'zim ham bilmayman hali. Kurs nomini bilaman. Lekin qiyinligini bilaman. Kurs haqida o'sha odamlar qanaqa fikrlashini bilaman. Aha. Nima degan fikrlar eshitding? Xo'p. Judayam shu o'zimdan katta klassga borib gaplashish yoqadi-da. Qani nima qilding? Stadio egasan Nyu-Yorkka ketding, nimaga Nyu-York tanlading? Londonga ketding, nimaga Londonga tanlading? Nimaga Abu Dabiga ketding? Nimaga masalan finance tanlading? Nimaga mana shunaqa kurslar olding va qaysi professor yaxshi deb so'rash yoqadi. Keyin oxiri aytganman. Masalan, kurs olmoqchiman. Qaysi kurs oling desam, hazillashib, 3-4 ta senior tur olib, stochastic modeling deb kulyapti. Nima qanaqa kursam, kurs olsang tirik chiqmaysan, demaydi. Kurs shunaqangi qiyinotdi. Pes qilish uchun bek qilasan o'sha pes qilib iltimos deb kurs olganda Iltimos qilasan, просто o'tish ballini qo'yib bersang bo'ldi. O'tish ballini qo'yib bersang bo'ldi. Shunaqa anaqalar beflar chiqib ketgan. Endi xudo xolasa ko'ramiz. Befni buzamizmi yo'qmi? Shohruh. Sen o'zi ichingda bitta qanaqadir kaskadyor bor-da sen. Sen o'zi NYU Shanxayda juda qiyin o'qishda o'qiysan, yana eng qiyin kurslarni olasan, yana yetmaganiga part time reset tashkilotda ishlaysan. Shunaqa. Sen qanaqa qilib yurasan hammasiga? Endi boshqa ilojim ham yo'q ulgurishda. Ulgurish kerak hammasiga. Endi nima masalan, hammasini o'zi yo'li bor. Men bitta narsa. Odamlar overrate qilishini tushundim. Nimani? Odamlar juda ham любой narsani overrate qiladi. Hech qachon odamlarning fikriga har doim follow qilish kerak. Odamlar hamma narsani bo'rttirib yuboradi, ularning gapiga ishonish shart emas, kerak emas. Uydagilardan tashqari. Ota-onaga hurmat saqlab qolamiz albatta, 100%. Chunki Instga boraman. Endi u yoqda masalan aytadi, Foundation Finance degan kurs etdim-ku sizga hozir. Zo'r kurs dedim. Bundan EMIS chiqamadi. O'sha kurs professorim ham zo'r, hamma narsa zo'r. Nimagadir hammadan so'rasam, o'shani deb majorni almashtiraman dedi. 3 marta olgan, fail bo'lgan majorni almashtirgan. Chunki u required kurs olishingiz kerak. Olmasang finance major bermaydi. Bermaydi, shunaqa. Hamma aytadi, qiyin, o'taman, unaqa deydi. Men unaqa professorga o'sha boshida yozganman email, iltimos kontent tashib bering, men o'zim o'rganmoqchiman deb. Ajratirdim, baribir o'qimadim. Просто ko'ziga kirdi, nimalar bor ekan deb. Hech tushunmadim, kontentni finance alishtirsa bilmayman. Keyin keldi, dars boshlabdi, professor zo'r. Professorim yevrey, finance majorda zo'r tushuntiradi. Teaching bo'yicha adashmasam birinchi o'rinda deb ayta olaman. Ilmiy sharhida teaching. Eng zo'r professor. Ismini aytib qo'ygin, что yangi boradigan bolalar bilib olsin. Offer Shapir. O'sha bratim. Ham personal, ham akademik zo'r brat. Chiqib gaplashib qilamiz. Birga toza havoga chiqib, endi choy ichasizlar. Ya, shunaqa gumonda bo'lamiz, choy ichasizlar. Endi borib kurs olma, kurs hammasi make sense qiladigan narsa. Qadar qiyin emas. Nima qilish kerak? O'z vaqtida o'qish kerak bo'ldi. Oxirgi imtihonga surganlab yurmasdan, xuddi shunaqa. Kurs o'tildi, joyida endi shunaqa bajarish kerak. O'qidim, har narsani o'qidim. O'qolmay bitta nima muammo bo'layotganini tushunmayapman bolalarda. Bolalar nimaga problema? Hech tushunmayapman. Professorga aytaman. Professorlar shunaqa deydi. Aytadi professor. Bizada deydi, finance major eng qiyin deydi. Storendan ham, Abu Dabidan ham qiyin deydi. Bu yoqdagi bolalar, finance-dagi bolalar juda ham bizada finance ham qiyinroq o'tiladi, chunki Sternda competition kam dedi professorim. Abu Dabida o'zi unaqa finance fokus emas. Abu Dabida ham xuddi shu effort degan kurs bor, lekin ularda GPA juda ham baland chiqadi. O'sha kurs olganda. Bizda sal pastroq. Chunki juda ham competition kuchli. O'zi agar full o'qiganimda, boshqalar full o'qiganimda bu kurs olmasdan Sternda olardim, chunki hamma aytadi Sternda oson. Yaxshi ham full o'qimabman, chunki nimaga? Bizda qaysi kurs olishingizdan oldin, undan oldingi kurslarni fulfill qilgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni olgan bo'lishingiz kerak-da. Chunki masalan kalkulus bilmasam turib ekonomika o'qiymiz, xo'sani bilmasam turib. To'g'ri, xuddi shunaqa narsa.
yurish bilmasa turib yugurib ketmoqchisiz. Foundation of Sterndagi eng zo'r kurslarga pre-requirement Foundation of Finance bo'lgan. Finance shunaqa. O'shaning uchun professorim aytdi, shuni oldida, men oldim, zo'r menga yoqdi. Hech qanaqa tushunmadim nima bo'lganini. Unaqa bu bitta kurs bo'lmadi, bir nechta kurs shunaqa bo'ldi o'sha. Demak, qo'rqish kerak emas. Prosta vaqtida bajarish kerak. Unaqa o'ziga katta baho berib, imtihonga bir kun qolganda, bir hafta qolganda o'qish yaramaydi. Xuddi shunaqa. Endi amerikaliklar yoki boshqa davlatlarga olish qiyinmi bilmadim. Endi ular qanaqa? Uni juda ham qiyin deydi, u yoq bu yoq deydi, lekin hech qanaqa unaqa qiyinchilik ko'rmadim. Masalan, kelgan freshmanlarga ham yordam beraman. Hajirga qilaman, masalan, kelgan bolalar, freshmanlar, 6 ta freshmanlar kelgan. Mana shu kursani ol, qo'rqmasdan ol deb aytaman-da. Tezroq tugat, unaqa qilma, bunaqa qil deb yo'naltirib turasan. Unaqa qilaman. Chunki ularga to'g'ri advice beradigan odam bo'lmasa, hozir ular ham anavi bo'lib ketib qolishi mumkin. Masalan, menda bo'lmagan, lekin men omadim kelib turib shu narsani qilaman. Shu omadim kelib turib o'zimda shu qiziqish bo'lgani uchun ham, shu challenge yoqtirganim uchun ham olganman. Agar hozir ular hech kim aytmaganda, unaqa bo'lmasdi balkim. Qanaqa hozir masalan, bu yil birinchi kursni bitirgan bolalar yaxshimi? O'zbekiston borgan bolalar? O'g'ri, yaxshi ular. Yaxshi. Chunki keyingi yilgi qabulga mana shu bolalarning natijasi ta'sir qiladi. Shunaqa. Hozircha o'zbeklarni GPS'i 3 dan baland, lekin average menimcha bir 3 bo'lsa kerak. 4 da. Bu yaxshimi? 4 da. Bu yaxshi. Bu yaxshi. Endi hamma GPA o'zi relative narsa. GPA o'zi relative narsa. Siz Sterlingga borsangiz, 3 GPA yaxshi bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu yoqqa kelsangiz bunaqa emas, chunki bizda competition kamlik ko'p. Xitoyliklar uchun 3.8 GPA bu sharmandalik. 3.8 xitoylik uchun sharmandalik. Sharmanda. Sharmanda. Xitoylik uchun sharmanda. Ularda hammasi 4 mi? 4, 3.9. 3.9 to'g'ri ketadi. 3.9 to'g'ri chiqib qolgan fanlar writing. Ingliz tilini bilmagan uchun. Writing professorlar qiynab qo'ybergan. O'zi mana shu zo'r narsani ayting. Xitoyliklar bilan international, ya'ni xalqaro studentlarning farqi nimada? O'sha narsani o'zim pointimdan bor. Professor masalan o'qityapti qancha. O'shandan ham so'raganman. Nima degan? Xitoyliklarni o'qish sistemasi faqat yodlash. Ular repetitiv qilib yodlaydi ular. Lekin o'sha ishlayapti. Bitta klass olganimda rost qilish yoqtiradi professorim. Ustidan kulishdi. Ustidan kulish yoqtiradi. O'sha uchun masalan, esengi davlatlarda masalan, birinchi so'raydi. Hamma qattanib so'raydi, davlat qo'lini ko'taradi. Men O'zbekiston, Rossiya, u yoq bu yoqdim. Hammasi ko'taradi. O'zbekistonda korrupsiyani ham biladi. Xitoyliklarning ustidan nima deb hazil qilatsa, meni kursimdan Xitoyliklar o'tolmaydi dedi. Nimaga aytsa, chunki men kursimda fikrlash kerak deydi. Xitoyliklar faqat yodlash bo'lib qolganda, u kurs Economics of Global Business. Aytaman, anaqa shu paytgacha olgan kurslarimda yana bitta eng zo'r praktikal kurs deb. Economics of Global Business. Business. Makroekonomikani sal broad version. Bu nimaga zo'r kurs desam, ya'ni Foundation of Finance olgandan keyin finance haqida tushuncha paydo bo'lgan. Buni olgandan keyin prosta dunyo qanaqa ishlash bo'yicha tushuncha paydo bo'lgan. Markaziy bank qanaqa ishlaydi, currencylar, import export, GDP o'sishi tushishi hammasi o'rganganmiz. U yoqda fikrlash kerak. Ekonomikada there is no right answer degan narsa, to'g'ri javob yo'q ekonomikada hech xuddi siyosatga o'xshagan ekan. Qachonki o'zingizni justify qilib bera olsangiz javobingizni, justify o'zingiz bo'ladi. Isbotlab bera olsangiz to'g'ri. Ustozim aytadi, professorim 4 ta savol ekzamenda, har doim 4 ta savol bo'lgan. Bittasi real world question bo'ladi, ya'ni Financial Times'dan shunaqa artikel olib beradi, o'sha analiz yoki nimadir savollar beradi o'shanda. Artikelni analiz qilasizlar. Vash qiziqdim lekin. O'sha Markaziy bankni nimaga aytadi Markaziy bank? Nimaga asosiy moliyalashtirish stavkasi bor bizda? Ya'ni o'zi 13.5% shunaqa edi. Interest rate'lar. Nimaga oshirdi, nimaga tushirdi? O'sha analiz qilishi. Nimaga oshirishini sababi, importda, eksportda qanaqa edi yoki yo'q bu yoq. Xitoyliklar aniq o'rganib qolganda,
bitta right answer chiqishiga o'rganib qo'ying. Matematikada bitta to'g'ri javob chiqdi. Qanaqa bo'lsa sizda bitta to'g'ri javob bo'ldi. Fakt. Yo'q, fakt emasda, shuning uchun xitoylar qiynaladi yo'da. Eng zo'r bo'lgan narsa hop o'sha ikkita Foundation of Finance bilan Economics of Global Business game changer bo'lgan. Ya'ni ham finance ham world economics aniqlash bo'yicha, chunki ikkalasi juda ham close relate. Ikkalasi qo'shilganini evaziga juda zo'r mix bo'lgan. Shunaqa. Endi xudo xohlasa sizlarni ham zo'r kurslarni olamiz. U yog'iga internship qilmoqchiman. O'zi endi quantitative finance ga qiziqqanman. O'sha boya aytgandek quant finance ga ketaman yoki hedge fund ga. Shunaqa. Zo'r. Shohruh просто malades, omad, doim sani ko'rsam faxrlanaman, havas qilaman. Omading bersin. Endi mana bu intervyuni ko'rib turgan bolalar ancha-muncha narsa oldi deb o'ylayman. Men chunki o'zim juda ko'p narsa o'rgandim. Finansga borsammi, bormasammi deb turgan bolalar qanaqa qilib bilsa bo'ladi? Xo'p, o'zi ularga tushadimi bu, yo'qmi? o'zi ko'p majorlarni bilsangiz aniq. Bolalar introvert, extrovert bo'ladi, to'g'ri? O'shanga qarab major tanlashadi. Eng zo'ri finans ikkalasiga ham tushadi. Boya aytganimdek, sell side, buy side bor, to'g'rimi? Buy side'ga introvertlar ketsa bo'ladi, o'tirib kompyuterda ishlaydiganlar. Sell side'ga extrovertlar ketadi asosan. Endi ularni ham masalan qanaqa odam o'sha majorga tushishini bilish uchun eng zo'r yo'li try qilib ko'rish. Internetdan masalan YouTube'da ochib ko'rsin-da, o'sha finance nima o'rganib ko'rish kerak. Data bilan ishlash yoqsa, finance bilan bosish kerak o'shani. Kompaniyada masalan financial decision qilish yoqadigan bo'lsa, o'zi bolalar yoshligida shunaqa bo'ladi-yu, kimdirlar. Buni qilsam bu arzonroq tushar ekan, buni qilsam bu arzonroq tushar ekan desa, o'sha odamlarga finance yaxshi try qilib ko'rish kerak. Zo'r. Matematikani bilish qanchalik muhim? Juda ham muhim. Agar matematikani qiynaladigan, yoqtirmaydigan odam bo'lsa tavsiya qilmaymiz, to'g'rimi, finance? Matematikani yoqtirmaydigan odamga tavsiya qilmaymiz. Matematikada qiynaladigan odamga eplasa bo'ladi. Qiynalsa ham qiziqqan evaziga o'zgarib ketishi mumkin. Bo'ladi. Chunki har bitta institut, har bitta bolani konsider qilgani uchun ularga mos kurs bor. Prekalkulsdan boshlaysiz. Ya'ni pastroq darajadan ham boshlab o'qib ketsa bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r, chotki. Endi bolalar o'sha finance ga ketish aniq bo'ldi. Yuqori sinfda o'qiydi, nimalar qilsin? Nima tavsiya berasan? Xo'p, endi extracurricular activitiesga shu nazarda tutiladi yo'qmi? Ham u tarafdan, ham o'zini akademik tarafdan tayyorlash bo'lishi mumkin. Akademik tarafdan tayyorlash uchun solid at least calculus 2 ni foundation bo'lishi kerak. Ya'ni calculus 2 bu 11-sinfni materialisi ham bo'ladi. O'shani zo'r bilish kerak. Faqat zo'r bilganda ham praktikal bilish kerak. Shunisi muhim. Test emas, qanaqa praktikal tushunish kerak. Formula, xohsana qanaqa ishlaydi, nima o'zi, tezlanish, hammasini bilish kerak. Biz Ezit Toshkentga mana shu narsaga juda katta urg'u beramiz, lekin bolalar to'g'risi fanga umuman qiynaladigan, qiziqmaydigan bolalar ham mana shu praktikal qilib o'rgansa, qanchadir muddatdan keyin o'sha fanni yaxshi ko'rib qoladi. Shunaqa. Matematikani yaxshi bilgani yaxshi. Basic accounting o'rganish kerak. Chunki accounting language of business deydi. To'g'ri? O'sha finance bilish uchun ham accounting bilish kerak. Agar matematikani bilsa, hamma narsasi tayyor bo'lsa, yana ham chuqurroq kirmoqchi bo'lsa, ACCA ni boshlasa bo'ladimi? Yo'q, ACCA bu accountingga juda ham chuqur kirib ketadi. Prosta finance o'ziga kirish uchun starter pack deydi. Starter pack o'sha accounting ozroq o'rganadi, cho'moladi accounting, keyin finance o'tib ketadi. Chunki finance-da o'sha accountingda statementda kerak bo'lib qoladi. O'sha accounting bilmasa, qiynalib qoladi. Undan keyingi kiradigan narsa xo'p, basic knowledge bo'lish kerak. Xolasa agar masalan qiziqadigan studentlar bo'lsa, kontakt chiqsa ham o'zimning institutimda o'tilgan zo'r materiallarni share qilishim mumkin. Zo'r, chotki. Shohruhni kontakti eng osoni Shohruh Muhiddinov deb LinkedIndan qidirasizlar, o'sha yerda chiqib keladi. LinkedIn orqali o'zingizlarni tanishtirib, madaniyat bilan nima maqsadda yozyapsizlar, nima savolinglar bor, to'liq yozsanglar maksimal javob beradi. O'sha sizni o'sha bitta gapingiz yoqadi. Bir ikkita bolalarga advice berayotgan paytda ChatGPTdan qidirib oladigan savollaringizni so'rama degan. O'sha narsa men
o'sha Giving Back to Community judayam yoqadi menga. Bolada passion ko'rsam, o'shanga meni ham bergib keladi. Judayam o'sha qiziqaman. Birga narsalar qilishga, unaqa narsalar qilishga. Shuning uchun ham agar bizada o'sha auditoriyamizda judayam finance qiziqadigan o'sha innate o'sha ichida bor bo'lsa, oldimga kelsa men yordamlashaman. Qanaqa plan qilaman, yozga yo'qlarni o'rganishga roadmap qilib beraman. Zo'r. Shohrux yozgacha, kuzgacha Toshkentda, SX Tashkentda o'sha Drujbada bo'ladi doim. Kelib administratsiyadan kontaktini olsanglar, uchrashib maslahat olsanglar bo'ladi. Bizada o'qimaydigan, viloyatda yurgan bolalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada nima uchun sizlar finansist bo'lmoqchi ekanliklarini yozsanglar, eng yaxshi kommentariya egalariga biza Shohrux bilan o'sha uchrashuv belgilab beramiz. Onlayn, Zoomda bemalol gaplashib olsanglar bo'ladi. Shohrux, kattakon rahmat, ishlaga omad, faqat olg'a.